şey tutmuyor. Hammaga salom bo'ldi. Короче, men bugun animatroniklar topadim bo'laman. Короче, men sizlarga aytmasdan bu barchasini topib tashladim. Endi men OG animatronikni topdim. U mana shu yerda bo'ladi. Ko'ramiz. Da, u animatronik ham emas. U mana Scott Cawthon. Fries. Men kecha mana shu yerda o'taman deb azoblanib o'tirdim. O'tish juda ham qiyin. O'tdan o'tmaysanmi desalar, yo'q. Yo'q, qanaqasiga o'tish mumkin? Menga bir Robuxmi kerak-da shu. Da. Ya bu o'tish qiyin. Xo'p, men nariyoqdan sizlarga ko'rsatish uchun o'tib beraman. Mana shunaqa. O'tish juda ham qiyin. Bu atrofingda animatroniklar turibdi desanglar. Yepadim. Nima shunday az ko'z oldimda yurib o'tib ketdimi? Nima bu? O'tib ketdi ko'z oldimda. Yo'q, o'tdan o'tish qiyinroq. Qayerda o'tdi? Ko'rsat yana. Bula. Kechirasizlar, so'kin yuborganim uchun. Men o'zimdan so'kinmayman deb qo'ygan edim. Lekin so'kinaman deb yubordim. Bu mening kallamga kelmagan. Qotyaptimi? Shu 3 minut bo'lganmi? Qarchi o'tganda videoni boshlayman. Qarchi o'tib bo'lmadi. Xo'p, mayli, boshqalarni ko'ramiz. Buni olib bo'lganman. Xo'sh. Davay brayotlar olamiga boramiz. Brayotlar olamida ham brayotlar topib bo'lganman. Lekin bittasi qolgan. Olib bo'lganman. Vay be. Mana ekan. Bir Freddy. Fazbear o'yinga olinadi bu. Chiqing olmaydi. Tabi boshqonga ketdim men. Короче, adasni turib qoldik. Lekin uning nasqat mashinasi bor edi-ku. Eng yoqmaydigan tarafi mashinaning motori tagida bo'ladi. Yop og'zingni.
Top. Nima gaz quymaydi? Nima gaz quymaydi? Ay haydaysanmi? Davay o'tir. O'tir. Az yoz var. Men bu mashinani olganman. Kartı borganda boshlaymiz. Kart ketib boryapmiz. Nimada bo'lsa ham ketib boryapmiz. Kart ketib borayotgan yerdan bu boya yomg'ir yog'ayotganda sekin-asta to'xtadi, farsni yoqdi. Keyin sekin-asta orqaga qaytishni boshlab. Yo bu orqaga qaytyapti, nima qilyapti bu? Qarochi kecha olgan mashinaning yoniga qaytdan to'xtadi va zombilar tufayli u vafot etdi. Joylar jannatda bo'lsin mana shu davlatning. Qarochi boya nimaga uning mashinasi yo'q desizlar, bu ekoy pet qilmagan. Shu sababli uning mashinasi yo'q. Men garajga kirganim sababli u ham kiribdi, mashinasini chiqara boshladi. Bilmadim, qarochi u o'zining mashinasi turganda mening mashinamga o'tirib nima balavar edi degan savol sizlarda ham tug'ilishi mumkin. Men bu qiziq savol menga ham tug'ilyapti. Nimaga u o'zining mashinasi turganda mening mashinamga o'tirib haydab ketmoqchi bo'ldi? O haydayapti, men berdim, unga bera qoldim, lekin qanaqasiga u yop og'zingni. Qarshi qanaqasiga u o'zining mashinasida mashinasi turganda mening mashinamga o'tirish mumkin. Shunaqa hayol menda ham tug'ildi. O'yinning bagi shu ekanki, mashitda nima balo bo'lib turibdi? Menga qotib turibdi sal ozgina. Chunki mashinaning motori va gazi o'tdan bitga uchib glitch bo'lib yotibdi. Yarim yo'lda bizlarni meteorit bizlarni o'ldirib yubordi. Yana qaytadan shu o'yinga qaytib, endi men unga aytdim, endi o'zimning mashinamni o'zim haydayman dedim. U xo'p deb qarshi. Keyingisida